Barchaga assalomu alaykum. Hurmatli Global Mail obunachilari, bugun sizlarga Global Mail a'zolari qo'limizdagi bor flagman modellar, hali O'zbekistonda ishlab ulgurmagan iPhone modellar hamda bugungi kunda trending asosida olib qo'ygan smartfonlarimizni bir arzon qilamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Har doim sizlarga qo'limizdan kelgancha chegirmada qilgan videolarni qo'yishda davom etamiz. Qanaqa murojaat, qanaqa savollar bo'lsa, tevadagi nomerlarimizga bemalol murojaat qilaverasizlar. Ko'p gapirib o'tirmay, videoni oxirigacha ko'ringlar. Xudo xolasa, bugun qiziqarli video bo'ladi. Bizni manzilimiz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Xoh markazida joylashgan Ansor mahalli ichiga kirganlarda chap qo'lda birinchi do'kon hisoblanadi. Men sizlarga O'zbekistonda hali ishlab ulgurmagan iPhone modellarimizni birinchi bo'lib tanishtirib o'taman. Qo'limda iPhone 13 Pro Max Seriya Blue 91 yomkis 1 terabaytlik holati a'lo darajada hali O'zbekistonda ishlab yurmagan bu smartfonimizni 100% imekalar ofitsialni o'tgan holatda narxini esa $600 qilib beramiz. Foydalanib 600 dollarga 91 yomkis 1 terabaytli ideal holatdagi kam bo'ladi. Qo'limda iPhone 14 Plus 88 yomkis 128 xotirali birorta nuqtasi bo'lsa smartfonda sirazi vaziyat qo'yasizlar, holati juda ham a'lo darajada. Narxi esa $485 iPhone 14 Plusni. Xo'p, keyingi smartfonlarimiz iPhone 14 smartfonlari. Hammasi 128 talik, 85, 83 hamda 80 yomkislarni sizlarga taklif qilaman. Hurmatli obunachilar, bu smartfonlarimiz ozgina pidnolari bor, B+ holatda. Bir dona bo'ladi, atak ko'p bo'lmaydi. Lekin O'zbekistonda ishlab ulgurmagan, narxini shunga yarasha arzon narxda qilib beramiz. Bilasizlar, iPhone 14larni 128 taliklar $410 kam sotganimiz yo'q. Men sizlarga super chegirmada Bluesini umuman pidnosi yo'q ekan, ideal holatda. Xo'p, 79 128 talik $390 128 85 hamda 83 yomkislarni $380 xarid qilishlari mumkin. Qo'limda O'zbekistonda hali ishlab yurmagan, holati zo'r holatda bo'lgan iPhone 13 Pro 13larda o'zimga eng yoqqan rangi oq rangligini taklif qilaman. Bu smartfonlarimizni 128 taliklarni $370 256 tayini esa $385 qilib beramiz. Siz qaysi rangni ishlatgan bo'lasiz? Oqmi yo shunaqangi serozli zo'r holatdagi qora deyilmaydi bu. Ham qora ham emas, ko'k ham emas. Holati tiniq holatda. Xo'p, 256 90 256 80 yomkislar. $385 ga $390 narxlari tashkil qiladi. Endi O'zbekistonda ishlab ulgurmagan Samsung modellarimiz videoda oxirigacha ko'ringlar. Trending asosida bomba skidkada chegirmalar sizlarni kutib turibdi. Snapdragon 8 Gen 1 protsessor, 8 ga 256, eng serozli, eng hadovoy qora ranglisini $310 ga super chegirmada S22 Plus smartfonni atiga bir dona sizlarga taklif qilaman. Qo'limda Snapdragon 865 protsessor, 12 ga 256, 4500 mAh akkumulyatordan jihozlangan S20 Plus smartfonimizni blue rangligi, holati a'lo darajada, narxi $235 ga. Xo'p, Note versiyani oxirgi avlodi Note 20 5G smartfonimiz 8 operativka, 256 xotira, 4300 mAh akkumulyatordan jihozlangan. Holati mana tevadagi salafallari ham turibdi, hurmatli obunachilar. Lekin zo'r holatda O'zbekistonda ishlab ulgurmagan, narxi $225 ga. Samsung S21 5G smartfonimizni violet rangi, holati a'lo darajada, birorta ham nuqtasi yo'q. Bilasizlar, rabochiyda eng tiniq holatdagi bu A- hisoblanadi. Sizlarga doim qo'limizdan kelgancha borini aytamiz, yolg'on aralashtirmaymiz. B+ bo'lsa B+, A- bo'lsa A- holatdagi smartfon taklif qilamiz. Qo'limda birorta ham nuqtasi yo'q. Ideal holatdagi A- holatdagi S21 5G smartfonimiz narxi $225 ga. Snapdragon 8 Gen 2 protsessor S23 Plus smartfonlar 8 ga 256 hamda 8 ga 512 talik 4700 mAh akkumulyatordan jihozlangan. Bu ham tiniq holatda ishlatilgan S23 Plus smartfonlarimiz 256 taylarni $415 ga, 512 taylarni $430 dan taklif qilamiz. Xo'p, hozirgi kunda 25 Ultra chiqqandan keyin eng ko'p sotilayotgan smartfon 23 yoki 22 emas. Albatta bu 24 Ultra bo'lib turibdi. Rangini qaranglar, bir-biridan chiroyli. Gold hamda titanium ranglari, natural ranglari bu smartfonlarimiz O'zbekistonda ishlab yurmagan. Ikkalasi ham 12 ga 256, 5000 mAh batareya, Snapdragon 8 Gen 3 protsessor, bitta sim karta, bitta eSIM, 200 megapiksel bilan kameralangan bu smartfonimizni narxlarini $675 dan hoziroq buyurtma berib xarid qilishlaring mumkin.
Xo'p, S21 Ultra smartfonimiz Exynos 2100 protsessor, 12 ga 256 talik 5000 mAh akkumulyatordan jihozlangan bu smartfonimizni foydalanib qo'yinglar. Ozgina shu g'iloflarni chiqib qolgani uchun $310 ga S22 Plus narxida S21 Ultra taklif qilamiz. Xo'p, 12 ga 512 talik 3 dona S23 Ultra Snapdragon 8 Gen 2 protsessor, 200 megapiksellik kamera, 5000 mAh akkumulyatordan jihozlangan juda ham zo'r holatdagi S23 Ultra smartfonlarimizni hammasi 512 talik, narxi esa $545 ga. Xo'p, akkumulyatori beton bo'lsin, narxi zo'r bo'lsin deganlar uchun S21 Plus smartfonlarni taklif qilaman. Holati a'lo darajada 4800 mAh akkumulyator, 8 ga 256 talik S21 Plus smartfonlarimizni sizlarga $255 dan qilib beramiz. Samsung tarixida birinchi bo'lib 102 ga yaqinlashtirilgan smartfonni taydagi salafanlari olinmagan Snapdragon 865 protsessor, 12 ga 256 talik S20 Ultra smartfonimizni Global Mobile'dan $310 ga shunaqangi ideal holatdagini hoziroq buyurtma berib xarid qilishingiz mumkin. Instagram, Telegram kanallarimizga albatta obuna bo'linglar, chunki har kuni kelgan smartfonlar o'zim bir Telegram hamda Instagram kanallariga joylab boramiz. Silkalarni pastda qoldiramiz. S21 Ultra smartfonni O'zbekistonda ishlab ulgurmagan. Buni ham ozgina g'ilof tuzi chiqib qolgan, lekin qirg'oqlarda hech qanaqangi kaltayegan joylari yo'q. Narxi esa $320 ga. Keyingi smartfonlarimiz S22 Ultra smartfoni. 12 ga 512 hamda 12 ga 256 holati juda ham tiniq holatdagi bu smartfonlarimizni Global Mobile'dan hurmatli onachilar $256 taliklarni $430 ga, 512 talikni esa $445 dan shunaqangi 3 xil ranglisini sizlarga taklif qilamiz. Qora, green ranglilari hammasi 256 talik. Faqat shu burgunda rangida 512 talik ikkita bor ekan, 256 qoralari, yashillari hammasi 256 talik. Ko'pchilik green rangini so'rayapti. Mana ideal holatdagi atigi 2 dona foydalanib qo'yinglar, xudo xolasa narxlarni cho'tki qilib O'zbekiston bo'ylab bepul yetkazib beramiz. Xo'p, M33 5G smartfoni, 6 operativka, 128 xotira, 3 xil ranglisi, o'zlariga mos bo'lgan rangda hoziroq buyurtma berib xarid qilinglar. Narxlarni $128 dan qilib beramiz. 100% imekalar ofitsialni o'tgan holatda hech qanaqangi bank ilovalaridan muammo bo'lmaydi. Endi videoda oxirida men sizlarga bugungi kunda trading asosida olib qo'ygan smartfonlar narxlarini tanishtirishni boshladim. Qo'limda iPhone XS oq rangda 128 256 100 yomkasi, narxi esa $189 ga. iPhone XS 100 yomkasi 64 talik $170 ga. iPhone XS 64 talik 79 yomkasi $165 ga. Hammasini face'lari hamma yo'q ishlaydi, xudo xolasa do'konimizdan kafolat xatlarini ham yozib beramiz. A82 5G olib qo'yganmiz. $115 ga hurmatli onachilar. Holati a'lo darajada, faqat ekranida ozgina pechati bor. Uni albatta Telegramdan yozinglar, video qilib tashlab beramiz. $115 ga olishingiz mumkin. A33 5G smartfonimiz, ikkita sim kartali, narxi $130 ga. Xo'p, iPhone 11 Pro Max olib qo'yganmiz. Haligini olib qoldik. Orqalariga yo'nkislarni ham hali bolalar yozishmabdi. Men sizlarga o'zim aytaman yo'nkisini. Xo'p. Ular 60 ikkalasi ham 64 talik green rangda, holati tiniq holatda bo'lgan, bartaraf hisobiga olib qo'yganmiz. Bu smartfonlarimiz bittasi 81, bittasi 96 yo'nkisli ekan. Albatta 96 ga almashgan bo'ladi. Chunki sizlarga borini aytamiz. Narxlarni $285 ga $300 qilib beramiz. 96 yo'nkisliga. iPhone 8 64 81 yo'nkis, narxi $110 ga. iPhone SE 128 76 yo'nkis $130 ga. iPhone 12 Pro 93 yo'nkis 128 talik $350 ga. iPhone 12 Pro oq ranglisi 88 yo'nkisli $360 ga. iPhone 13 Pro Max green ranglisi perfekt yumshataman deganlar uchun Amerika regionligini olib qo'yganmiz. 85 yo'nkis 128, o'sha mashhur green rangda, holati juda ham a'lo darajada. Narxini esa sizlarga $545 ga taklif qilamiz. Xo'p, keyingi smartfonimiz Redmi Note 14 8 ga 256 talik, juda ham tiniq, yangidek holatda. Bu smartfonni yangisi 2,5 milliondan 1 so'm ham kam sotganimiz yo'q. 2,520 ming sotyapmiz. Men sizlarga ozgina ishlaganini 2,200 mingga
full komplektsiyasi bilan taklif qilaman. Eskigina bir ultrani korobka hujjatligi so'raganlar uchun korobka hujjatligini olib qoldik. Holatiga o'zidan bitta baho beringlar. Juda ham tiniq holatda, ehtiyotkorlik bilan ishlatilgan ekan bu smartfon. 12 ga 256, 5000 mAh batareyka, holati juda ham a'lo darajada. Narxi esa 355 dollarga. A54 5G smartfonimizni 128 saligini olib qolganmiz. Holati zo'r holatda. Sifatlarda bir kalt yegan joylari yo'q. Narxi esa 175 dollar evaziga. iPhone 15 Pro Max hurmatli obunachilar 256 93 yo'nqisda 840 dollarga. iPhone 15 Pro 97 128 xotirali. Holati juda ham tiniq holatda, xuddiki yangidek, bilasizlar 97ligini topish muammo. Sizlarga bu smartfonni 735 dollarga qilib berishga tayyorman. Hurmatli obunachilar, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bundan keyingi videomizda ham xudo xolasa qo'limizdan kelgancha sizlarga chegirmadagi smartfonlarni inshaalloh video qilishga davom etamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.